Minnat qiladigan erkakni qancha qilsa ham ayoli yomon ko'radi. Uy qurib beradi, sayohatlarga olib boradi, bolalarini ta'minlaydi, kiyimlar olib beradi, hamma narsani qiladi. Lekin sal qanaqadir o'rtada tushunmovchilik, konflikt chiqadi-ku oilada. Sirazu erkak minnat qiladi. Va bilasizmi bu ayolga qanaqa og'riqli? Qilgan narsalarni, chunki minnat qilgandagi narsalarni sanash mumkin. Ayol ham o'tirmagandir, u ham nimadir qilgandir, vaqtini ketkazgandir, umrini, mehnatini, ovqat qilgandir, bolalaringizga qaragandir, lekin buni sanab bo'lmaydi-da, bu ko'zga ko'rinmas mehnat. Buni sanab bo'lmagani uchun ayol nima fakt keltirishni bilmay muzlab qoladi. Mana shunaqa erkaklarni to'chni ayollar yomon ko'radi va ularni hech qilgan yaxshiligi ko'zga ko'rinmaydi. Erkak yana xafa bo'ladi. Shuncha qilsam ham shukr qilmaysan, nimangizga shukr qilsin? Agar u minnat qilsa, mana shu hamma qilgan narsasi ayolning psixikasida nolga tushadi. Shuning uchun oilam baxtli bo'lsin, sog'lom munosabatlarda bo'laylik. O'rtamizda farzandlar bor, kelajagimizda yaxshi qaraylik desangiz, hech qachon ayol kishiga qilganingizni minnat qilmang. Bu eng ojiz erkakning ishi. Bu